Men 50 yildan beri shifokor bo'lib ishlab kelaman. Turli tadqiqotlar bilan shug'ullanib keldim. Albatta, kasallikni davolash muhim, lekin men kasallikning oldini olish yanada muhim degan xulosaga keldim. Avvallari men kasallarni davolash bilan shug'ullanar edim. Hozir esa mening so'nggi shifokorlik missiyam bu profilaktika deb o'ylayman. Shu sababli 15 yil oldin universitetni tark etib, o'z klinikamni ochdim. U yerda biz profilaktik davolash bilan shug'ullanamiz. Bizning konsepsiyamiz shifokor bemorga kasalliksiz uzoq umr ko'rishiga yordam berish kerak. Davolashning turli usullari mavjud. Masalan, organizmdan toksinlarni chiqarish, yetishmayotgan gormonlarni to'ldirish mumkin. Ammo avvalo kasalliklar, jumladan onkologiyaga sababchi bo'ladigan faol kislorod turlarini nazorat qilish kerak. Tadqiqotlar tufayli biz bilamizki, birinchi navbatda eng zararli faol kislorod guruhi gidroksil radikallardan xalos bo'lish lozim. Bu shakllardan xalos bo'lish uchun vodorod kerak. Vodorod kasallik va qarishning sababi bo'luvchi gidroksil radikallarni yo'q qilgani uchun ularning oldini olishga yordam beradi. Ammo bundan ham muhimrog'i, vodorod energiya hosil qilib, qon aylanishini yaxshilaydi. Bu esa kapillyarlarning uzoq vaqt sog'lom bo'lib qolishini ta'minlaydi. Shu tariqa biz qarish tufayli yuzaga keladigan miya faoliyatining pasayishi va aqliy qobiliyatlarning yo'qolishi, buyrak va yurak funksiyasining pasayishini oldini olishimiz mumkin. Demak, vodorod kapillyarlar salomatligi uchun juda muhim. Yosh o'tishi bilan organizmdagi energiya miqdori kamayadi. Bu esa hujayraning bir organellasi, mitoxondriyalar qarishi va ularning funksiyasi pasayishi bilan bog'liq. Aynan mana shu insonning umumiy qarishiga sabab bo'ladi. Biz vodorod mitoxondriyalar qarishining oldini olishga mos keladi degan xulosaga keldik. Vodorod juda kuchli va samarali vosita, chunki u mitoxondriyalarni sog'lomlashtiradi, energiyani to'playdi, quvvat beradi, qon aylanishini yaxshilaydi, tomirlarni hatto eng chekka qismlargacha mustahkamlaydi, gidroksil radikallarni yo'q qiladi va saraton, infarkt, insult, diabet kabi jiddiy kasalliklarning oldini olish va davolashga yordam beradi. Vodorod kaloriyaga ega bo'lmagani uchun ko'p iste'mol qilganda ham vazn ortish xavfi yo'q. Ya'ni uni bemalol iste'mol qilish mumkin. Ayollar uchun yoqimli jihati shundaki, vodorod teri va soch holatini mayinlashtiradi. Vodorod kelajakda kasalliklarni davolashda ajralmas vositaga aylanadi. Uni har kuni iste'mol qilib borish mumkin bo'ladi. Men vodorod mavzusida ko'proq tadqiqotlar o'tkazish kerak deb o'ylayman. Biz amaliyotimizda vodorod, azon va boshqa istiqbolli mahsulotlardan foydalanamiz. Bularning barchasi inson umrining oxirigacha kasalliksiz yashashi uchun profilaktik vosita sifatida qo'llaniladi. Aynan mana shu maqsad bilan klinikamizni ochdik. Ko'proq odamlar ushbu mahsulotlarni sinab ko'rib, ulardan foyda ko'rishini istardik. Biz inson umrining oxirigacha kasalliksiz yashashini istaymiz.